Bilim tajribelerini arttırуу бул haqiqiy innovatorlik qabiliyetini bekемлөөгө тикар болатыгын тажрыйбе болуп табылады. Биздин жашларыбыздын түрлүү багдарларда онлайн һәм жеке өзлеринин дүйнөнүн топ 10-лыгына кирген мамлекеттеринин жашлары менен басекиде жеңимпаз болуулары haqiqiy устаз менетлеринин шакырт натижесинде көрүнсө десек кателеспейбиз. Зилаула Аллакова міне сондай талапшаң жасларыбыздын бири. O'zim talaba bo'lishimga qaramasdan, oliygohimizning raqamli ta'lim texnologiyalari bo'limida injener dasturchi lavozimida faoliyat yuritaman va institutimizning IT inkubatsiya markazi direktoriman va bu yerda bizlar startup proyektlar ustida yoshlar bilan birgalikda ishlaymiz. Ya'ni oliygohimizdagi yoshlar orasidan startupga qiziqadigan, o'zining innovatsion loyihalarini olib chiqmoqchi bo'lgan yoshlar bilan birgalikda ularning loyihalarini noldan ishlab chiqamiz. Inkubatsiya markazimizda hozirgi kungacha 583 ta loyiha ustida ish olib borilmoqda va ushbu loyihalardan ko'pchiligi respublika tanlovlarida grantlar, venture fondlardan pul mukofotlari, investitsiyalar yutib olishga musharraf bo'lishgan. Men o'zim ham kuni kecha raqamli avlod qizlari respublika ko'rik tanlovida Qoraqalpog'iston nomidan qatnashib keldim. O'z loyiham, o'zimning startup loyiham bilan birgalikda loyiham ushbu patronajlarning xizmatini yengillashtirish, kasalliklarga erta bosqichda tashxis qo'yishga qaratilgan ijtimoiy loyiham bilan qatnashib keldim. Yoshlar ishlari agentligi tarafidan o'tkazilgan EAGOLS startup proyektlar tanlovida ham respublika bosqichida qatnashib keldim va o'sha o'rganib kelgan bilimlarimni hozirgi kunda institutimizda yoshlarga o'rgatib kelmoqdaman. Raqamli avlod qizlari tanlovi respublika bosqichi mart oyining boshida o'tkazildi. Ushbu tanlovda biz bir hafta davomida Renessans oromgohida bo'ldik. Kuchli bilimga ega bo'lgan mentorlar bizga dars berishdi. Ushbu tanlovda qatnashgan loyiham haqida qisqacha aytib o'tadigan bo'lsam, bu loyiha Symptom AI deb nomlanadi, ya'ni sun'iy intellekt orqali simptomlarni erta bosqichda aniqlashga qaratilgan raqamli platforma. Hozirgi kunda bilamizki, bizdagi muammo kasalliklarni tuberkulyoz, qandli diabet, ko'z kasalliklari, oshqozon ichak kasalliklari erta bosqichda aniqlanmasligi. Mana loyiham bu salomatlik radari Symptom AI. Salomatlik radarida birinchi bosqichida siz 20 ta test yechasiz, ya'ni bu test Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlangan patronajlarni qo'lda turadigan so'rovnoma bo'ladi. U yerda masalan bugun o'sha o'tgan oydagi vazningiz, boshingiz kuchli og'riydimi, ko'krak qafasingizda qattiq og'riq his qilasizmi, chap qo'lingizda sustlikni, ishlashidagi sustlikni sezasizmi degandek savollar bo'ladi va ushbu 20 ta savoldan AI sizni javoblaringizni tahlil qiladi va sizda mana shu kasallikka moyillik bo'lishi mumkin degan javobni chiqarib beradi. Agar siz xavfli, kritik holatda bo'ladigan bo'lsangiz, sizni qizil yo'lakka yo'naltiradi. Bu qizil yo'lak qanaqa bo'ladi? U yerda 15 ta savol bo'ladi, ya'ni u yuborilgan bo'ladi. Ya'ni sizda yurak-qon tomir kasalliklari bo'ladigan bo'lsa, o'sha yurak-qon tomir kasalliklari yo'lagiga jo'natadi va u yerda o'sha yurak-qon tomir kasalliklari bo'yicha 15 ta testdan o'tasiz. Undan keyin ham sizda kritik holat aniqlanadigan bo'lsa, tez vaqtning ichida sizga, qisqa fursatning ichida sizga patronaj, o'zingiz yashaydigan hududdagi patronaj bog'lanadi va siz kelishilgan holda uchrashib ushbu kasalligingizni testdan o'tkazishingiz kerak bo'ladi. Bu kasalliklarni erta bosqichda aniqlashga yordam beradi va patronajlar xizmatini ham yengillashtiradi. Hozirgi kunda simptomlarni aniqlash bo'yicha ijtimoiy loyihalar juda ham ko'p va bizning loyihamiz eng ajralib turadigan joyi bu genetik shajara bo'lib hisoblanadi. Genetik shajara, ya'ni sizni oilangizdagi ota-bobongizdan kelayotgan kasalliklarning shajarasi kelib chiqib turadi. Masalan, hozirgi kunda koxlear tizimni zararlanishi, ya'ni yosh bolalarda koxlear tizimning ishlamay qolishi, sog'lom bola ma'lum bir dori reaksiyasi orqali kar bo'lib qolish holatlari ham juda ham ko'p uchrayapti va buni tuzatish uchun davlat budjetidan har yili 50 million AQSh dollar sarflanadi. Bizning proyektimizdagi genetik shajara funksiyasi orqali biz ushbu davlat budjetidan chiqayotgan, doriga sarflanayotgan pullarni boshqa joyga sarflanishini ta'minlab berishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni kasalliklarni erta bosqichda aniqlaymiz. Жаңа грантлар үстінде бас қатыру, олардан жақсы нәтижелер алу, әлбетте өз алдына минет һәм ізденісті талап етеді. Зилаланың жаңалығы һәр тәреплеме осындай жаслық берген күш қайратты тек ізденісілер менен нәтижелі қадамдарға қарай басылау болса, һәр бір жастан айрықша жауапкершілікті талап етеді.
men ITU inkubatsiya markazida yaqinda bo'lib o'tgan institutimiz talabalari orasida Green Teach tanlovida faxrli birinchi o'rinni oldim. Men o'zimning Mirab nomli loyiham bilan bu tanlovda qatnashdim. Loyiham quyidagicha: hozirgi davrda fermer yoki klasterlar orasida suvning noto'g'ri taqsimlanganligi oqibatida ularning hosildorligi, ya'ni yer ekishi juda muammoli vaziyatga kelib qolgan. Mening Mirab nomli loyiham buni suvlarni limit berish orqali teng taqsimlash va suvni ekotizimga aylantirish kabi muammolarni hal qiladi. Men bundan tashqari noyabr oyida o'tkazilgan Health Ay hakatonida ham qatnashdim. Unda o'zimning tibbiyotga doir bo'lgan loyiham bilan qatnashdim. Uning nomi Doktor Ay maslahatchi. U bizga hozirgi kunda internetdagi barcha asosga ega bo'lmagan tibbiy maslahatlardan ko'ra ishonchliroq doktorlar bilan birgalikda bemorlarga tavsiya berish darajasidagi platforma hisoblanadi. Kelajakda men shu Mirab nomli loyihamni rivojlantirib, buni butun respublikamizga joriy qilish niyatidaman. Talpınыс бар жерде imkoniyat бар. Өзінің шаққалылығы һәм ilmге болған қызығушылығы менен теңлеслеріне үлгі болып келатырған заманласларымыздың алдына қойған мақсатлары һәм ерісуі керек болған тапсылары шексіз. Бұл жолда тұрақлы білім һәм харекет талап етіледі.